Assalomu alaykum, hurmatli Mustafa qadrdonlar. Hozirda butun Rossiya hududiga kirib kelayotgan vatandoshlarimiz ko'pchiligi biladi. Bizada gos uslugi предложенияsi tashkil qilingan va bu orqali sizlar ko'p muammolaringni uyda o'tirgan holatda hal qilsanglar bo'ladi. Bu haqida bilmagan vatandoshlarimiz bo'lsa, masalan, qanday uslugalari bor gos uslugani, qanday qilib bizga yengilliklari bor, bizga muammo olib kelyapti, naborot deyishlaring mumkin. Ko'pchilik tushunmaydigan odamlar uchun gos uslugada siz uchun foydali bo'lgan va sizda ishlaydigan, sizda ishlamaydigan holatlarni sanab o'tamiz bugun. Gos uslugi orqali chet el fuqarolari bemalol o'zi uchun o'ziga yaqin bo'lgan hududda meditsinskiy pomosh olishi mumkin, o'chratga yozilishi mumkin, registratsiyaga qo'ydirmoqchi bo'lsa, o'sha yerdan onlayn o'chrat olishi mumkin yoki RVP, VNJ, grajdanskiyaga topshirmoqchi bo'lsa, o'chrat talon olish imkoniyati bor gos uslugi предложенияsi orqali. Gos uslugi предложенияsi orqali yana bilishinglar mumkin bo'lgan narsa, sim kartalaring, nechta nominglarda sim karta bor, o'tirgan joylaringda sim kartalaringni sizlarda nominglarda oldin eskidan qolib ketgan va hali ham nominglar turganlarni bekor qildirsanglar bo'ladi. Gos uslugi orqali registratsiyalar bazada bor yoki yo'qligini ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa bor, gos uslugi orqali ko'pincha aytishadiki, shu politsiya xodimlari tomonidan qo'lga tushganlaringda shtraf bo'lsalaring, yoki bo'lmasam GAI tomonidan shtrafga uchrasalaring, ularga gos uslugiga keladi, gos uslugiga keladi deyishadi. Lekin aslida O'zbekiston fuqarolariga yoki chet el fuqarolariga gos uslugi kelishi muammo, chunki lokatsiyalarni to'g'ri to'g'irlab qo'yishlar kerak va основной o'sha lokatsiyani to'g'irlab ichidagi funksiyani to'g'irlagan taqdirlaringda ham aynan chet el fuqarolari uchun gos uslugi hali mukammallashmaganligi uchun kelmaydi va sizlar bilmaysizlar qaysi bankdan qanaqa qarzdorligingizni gos uslugi orqali bilmaysizlar yoki sizlarga kelingan shtraflarni gos uslugi orqali bilmaysizlar, yo bo'lmasam chegaradan kirishlaring yopiq yoki chiqish mumkinligi haqida, masalan, ограничение въезд, ya'ni chiqishga taqiqingiz bor degan yozuvlar Rossiya fuqarolari uchun bor, lekin O'zbekiston fuqarolari uchun hali yoki chet el fuqarolari uchun hali bu narsa to'liq mukammallashtirilgan emas. O'shaning uchun bilmaysizlar va asosan shu qarzdorlik bor yoki yo'qligini tekshirganlaringdan keyin bilish imkoniyatlariga egasizlar. Yana gos uslugi orqali ko'pchilik vatandoshlarimizda hozirda agar uyinglar bo'lsa, uy o'zinglarning nominglarda bo'lsa, o'tirgan joylarda o'zlaringni registratsiya qilishlaring mumkin. Yo bo'lmasam birorta qarindoshlaring kelsa, o'sha odamga o'zinglarning uylarida birga yashasa, предложение orqali registratsiyaga qo'ysanglar bo'ladi gos uslugidan. Yana gos uslugi orqali bitta xizmatdan biri bu трудовой договорlaringni o'sha MVDga jo'natsalaring bo'ladi. Mehnat shartnomasi ish beruvchi va ishchi o'rtasida sizlarga ish bergan odam ham gos uslugasidan jo'natsa bo'ladi, siz ham MVDga gos uslugingizdan jo'natsangiz bo'ladi. Agar sizlarga aynan shu temada qiziq bo'lsa, video olish, mana shu videoga 10 mingta layk bosalaring, qaysi platformada bo'lishidan qat'iy nazar, YouTube bo'ladimi, TikTok, Instagram bo'ladimi, men sizlarga bekarga bepul o'rgatib qo'yaman. Albatta chiroyli qilib, tushunarli qilib, ko'pchilik sekret qilib yashirib, ekranni o'chirib ko'p yozuvlarda tushunarsiz qilib qo'yishibdi. Endi ko'rdim. Sizlar uchun tushunarli qush tilida hech narsani o'chirmasdan, aynan masalan, ba'zi holatlar bo'lyapti, shu страховой polis kirgizish kerak, удаление berayotganda. O'sha aynan qaysi bir nomer, qaysi bir seriya ekanligini adashtirib ko'pchilik ham kuydirib qo'ydi patentini. Трудовой vaqtida topshirmading deb. O'sha narsalarni ham ochiq-oydin ko'rsataman, qaysi biri nomer seriyasi, qaysi biri prosta seriyasi. Yashirib, o'chirib, bijir-bijir qilgandan foyda yo'q. Chunki birovni dannesini ko'rsatganingiz bilan hech kim danneni o'g'irlolmaydi-yu, hozir juda ham mukammallashgan. Sizlarga qiziq bo'lsa, aynan men qush tilida chapanicha qishloqcha qilib ko'rsatishimni xohlasanglar, albatta laykchani bossanglar ko'rsataman. Agar yo'q, layk bosishga vaqtim yo'q, shunchaki menga shu usluga kerak, lekin sen menga qilib berishingni xohlayman desanglar, Instagramda bo'lsanglar, tepada 77 raqam qo'yganman, WhatsAppda alo deb soqqani sursanglar qilib beramiz. Hammaga kattaga rahmat. Sizlar uchun video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta Rossiya hududida yurgan vatandoshlarimizga, qarindosh urug', do'st yor hammaga jo'natib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman. Hammanglarni yaxshi ko'raman.